Abu Bakr Siddiqning haqidan eskereyim. Bir yazık deb aytib, Umar Asabaga Grimda Umar Asabani maqtagan. Umar Asabani. O vaqtda Umar Asaba uni ushatmagan. So'ng aytgan, meni maqtamagiz deb aytgan. Mendan desa Abu Bakr Siddiq artıq Abu Bakr Siddiq siyli. Abu Bakr Siddiqni bir kechasida deb aytadi. Artıqdir mendan deb aytadi. Meninglardan, mening savlay to'qimimdan deb aytadi. So'ng Umar Asaba eskelgan. Payg'ambar alayhisolatu vassalamni Abu Bakr Siddiqda hijrat etib baragan zamonda al-mu'min nega eskelaman? Payg'ambar alayhisolatu vassalam aytgan, Abu Bakr Siddiqning iymonini boshqa ummatning xalqning imonini bilganga solsa Abu Bakr Siddiqniki ortiq keladi. Nesayliga Abu Bakr Siddiqni suyumu ortiq bo'lgan. Artıq suya bo'lgan Abu Bakr Siddiq. Qaragiz, Umar Asaba aytadi, Payg'ambar alayhisolatu vassalam Abu Bakr Siddiqda shu hijrat etib baragan zamonda Abu Bakr Siddiq oldina chiqa bo'lgan, ortiga chiqa bo'lgan Payg'ambar alayhisolatu vassalam. Uni eslatib Payg'ambar alayhisalom nega o'laytasan so'ragan zamonda Abu Bakr Siddiq aytadi, aldan urib qo'yardim kun o'qitib esma kelsa, sag'atimning mag'atisini shu oldinga chiqaman, ortdan urardim kun esma kelsa, ortga chiqaman deb aytgan. So'ng bu Arabga yetishgan zamonda Abu Bakr Siddiq boshlab yurib, barda teshiklarni beyitib, so'ng Payg'ambar alayhisolatu vassalamga hali endi kel deb chaqirgan. Shunda shu bir teshikka oyog'ini tirab qo'ygan Abu Bakr Siddiq salmaga tash taqmaydi. Şöyle Umar Asaba eskelab Abu Bakr Siddiqni deb aytadi. Shu bir kechagi 1 soati ortiqdir. Umarning savlay tayfasidan deydi. Abu Bakr Siddiqni shu Payg'ambar alayhisolatu vassalam bilan aniq ichindagi dirgan 1 soati da ortiqdir deydi. O katta ala sabada aytgan. Hali ala saba aytgan so'z bor. Siz deb aytadi. Kim laf deb yigit adam kim deb sizga keladi deydi. Ala sabaga aytadi, biz sen deb sizga keladi deydi. Ala saba aytadi, o'lik tugul deb aytadi. Abu Bakr Siddiq deb aytadi. Laf deb yigiti biz Abu Bakr Siddiq deb aytadi. Shu Badr g'azovat bo'lganda g'azavotda Payg'ambar alayhisolatu vassalam chatirin shu dushmanni gelma qo'yni kim saqlaydi deb aytgan zamonda Bilalda shuni bo'yniga olib bo'lmaydi deydi. Yalnız Abu Bakr Siddiq saqladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamga gelma qo'yni laf deb yigiti biz Abu Bakr Siddiq deb aytadi. La'ala aytgan ala sabab. Adamlar imonini yashirib islom dinini bosh vaqtida yashirib aytib turgan zamonda Abu Bakr Siddiq belgili etib Payg'ambar alayhisolatu vassalam bilan bircha barda yerlarda Payg'ambar alayhisolatu vassalam bilan bircha deb aytadi. Shari Payg'ambar alayhisolatu vassalamga qiyin bo'lgan zamonda Abu Bakr Siddiq dedi, siz meni yetsin Alloh deb aytganini o'ltirib qo'yamsiz deb aytib shunda ko'mak etgan. Abu Bakr Siddiq da Payg'ambar alayhisolatu vassalamni shuni tuyib Abu Bakr Siddiqni shunda Payg'ambar alayhisolatu vassalamga ko'mak etganga tuya turib Abu Bakr Siddiqni esdan taydirgan. Valid deb aytganidan o'zini oyoq kiyimi bo'ladi. Shunda Makkada esdan tayib Abu Bakr Siddiqni adamlar gelip ko'tarib olib ketgan. Bular sheklenmeydi deb aytadi. Abu Bakr Siddiq o'lajaq deb aytadi. Shunchada bek tuygan Payg'ambar alayhisolatu vassalam qirini. So'ng Abu Bakr Siddiq akşam bo'lgan zamonda esi kelgan zamonda anasi suv bermaga suygan Abu Bakr Siddiqga. O vaqtda Abu Bakr Siddiq men hech ashamajaqman, ichmajaqman Payg'ambar alayhisolatu vassalamni bilmay turib savol keldi. Anasi da dinga girmadi. İslam dinini bosh vaqtisi. Anasi aytadi, men bilmayman seni yo'ldoshing haqindan. O vaqtda Abu Bakr Siddiq aytadi, "Bar shu palon atunga shog'or so'radi." U Umar Asabani qizardash. Undan savlam bo'ldi. Bular gelip söylüyor anası nechikdir Abu Bakr Siddiqning yo'ldoshi Payg'ambar alayhisolatu vassalam haqida. O da aytmaga qo'rqqan Payg'ambar alayhisolatu vassalamning halidan. Men gelip o'zim aytayim dedi. Gelip ayta Abu Bakr Siddiq kelgan zamonda so'raydi nechikdir Payg'ambar alayhisolatu vassalam. Aytmaga qo'rqqan uya anang marshi. Ya anam aytmaydi. Mushriklarga barib bildirib qo'yar, bar yerini aytib qo'yardi. Qaragiz nechik qiyinlikda, ne holda kelgan islomga. O vaqtda bu anamdan paraxat bo'l aytmaydi. O vaqtda Abu Bakr Siddiqqa Umar Asabani qizardashi Payg'ambar alayhisalom sağ salomat falan yerda Darul Alqam degan Asabani uyunda shu tug'ilgan edi. O vaqtda Abu Bakr Siddiq meni olib borib Payg'ambarni ko'rsatdi. Shu vaqtda bir suv bermas uya anasi. Men hech suvda ichmayman Payg'ambar alayhisolatu vassalam savol keyin bilmay turib. Shu vaqtda era turib yurib da bo'lmaydi bu Abu Bakr Siddiq.
anasını immashinada, o'g'atini immashinada qo'llarini solib yatgan zamonda kelgan payg'ambar alayhisolatu vassalam bor yerga. Şöyle payg'ambar alayhisolatu vassalam ko'rgan zamonda yuragi yal bo'lgan. Aytgan, barda qiyinliklarim sendan so'ng ey Allohning elchisi. Sen sog' bo'lsang, maga bo'lgan zarar azmaz zarar deydi. Shunchag'ida şöyle bir suyumu bo'lgan Abu Bakr Siddiqni payg'ambar alayhisolatu vassalamning o'saliga payg'ambar alayhisolatu vassalam aytgan. Abu Bakr Siddiqning iymoniga boshqa ummatdagi barda xalq iymoniga bilingan bo'lsa Abu Bakr Siddiqniki ortiq keladi. Şonda Abu Bakr Siddiq tiri payg'ambar alayhisolamga sen duet qil, anam Alloh taolo yuragini açsın, islom diniga kirsin deb. Şonda duet etib Abu Bakr Siddiqning anasi da iymonga kelgan, qabul etgan. Abu Bakr Siddiqning anasi da asaba, atasi da asaba, ulanı da asaba, o'zi da asaba. Hatta atasi da iymonga kelgan. Şöyle ko'p xabarlari bor ashabalarni payg'ambar alayhisolatu vassalamga deyib suyumu qaysi ashabanda bo'lgan. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vassalam uning uyina qo'noq tushgan. Hech ashashamaydi deytar. Uyindan ash olmasa birinchilik payg'ambar alayhisolatu vassalamga yemelib, payg'ambar alayhisolatu vassalam ashabdi bo'lsa. Shu qolgan zotni ashaydi deytar. Abu Ayyub al-Ansari shu yerga payg'ambar alayhisolatu vassalam qo'l teggan mumkin. Shu yerdan ashagan mumkin payg'ambar alayhisolatu vassalam berekati ma'g'aysin deb shu bek hayin etadi deytar. Dağda bir gazovat bo'lgan zamonda qaraysiz ashabalarning suyumuna nechik bo'lgan payg'ambar alayhisolatu vassalamni yayına kelgan bir mushriklardan birisi. Bu kelib tapgan payg'ambar alayhisolatu vassalam namoz juunsa shuni suvun ashabalar yerga tushma qo'ymay olib ichib qo'ya bo'lgan. Hatto tukursa shu tukurug'in yerga tushma qo'ymay qo'lini solib betine ishi bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning berekati deysindir. Shunchada bek suyab. So'ng aytgan zamonda bu kishi aytgan, men nima aytaman? Najashini, Kisrani, birisi o Qaysarni, sholan qaysında qiriyinda bo'lganman deb aytadi, dunyoning ulug' pachalarini. Hech bir pachanda ko'rmaganman. O'zini yo'ldoshlari bek suya turib, Muhammadni suyaganlarni ashablari deb aytadi. Shunchag'ida sho'li odamni men ko'rmaganman, o'zini ashablari suyagan. Tavban deb aytgan payg'ambar alayhisolatu vassalamning ashabasi kelib payg'ambar alayhisolatu vassalamga aytadi. Ey Allohning elchisi, men sana bek hashiqman, seni bek suyaman dedi. Seni men dunyoda sog'insam, seni kelib ko'rib bo'laman dedi. Men qo'rqaman, jannatga kirgan zamonda sen o'r darajalarga chiqajaksan, ulug' o'r maqomlarda bo'lajaqsan. Men başka yerde bol alsam da seni görüp olmayacakman, şoğar qiynalaman dedi. Şöyle gelip geldi etken payg'ambar alayhisolatu vassalamga. Alloh taolo oyatlar tushirgan. Auzubillahiminash-shaytonir-rojim. Va man yuti'illaha var-rasula fa ulayka ma'alladina an'ama Allohu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulayka rafiqa. Kim deb aytadi? Alloh taolaga da, Alloh taolaning elchisine de muti' bo'lsa deb aytadi, tabi' bo'lsa, shuni suysa, ular deb aytadi. Bo'lajak ma'alladina an'amallohu alayhim, Alloh taolo o'zlagan ne'mat etganlar bilan bircha deb aytadi jannat. Payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan, salihlar bilan. Sonra artı bilan Alloh taolo aytadi. Va hasuna ulayka rafiqa. Nechada aru bo'ladir jannatda shular bilan bircha bo'ladi. Şu adamni yuragini yalatib, Alloh taolo sen şu dunyoda kimni suysang, shuni bilan bo'lasan. Shuni siylilik bu so'z bizga da. Biz dunyoda gerti-ketda payg'ambar alayhisolatu vassalamni suyib, shunga hashiq bo'lib, shuni suyib bajarsak, shu oyatni tubuna keladi. O'li amallar etmasak da, payg'ambar alayhisolatu vassalam aytgan amallarni etmasak da, bu ashabalar aytgan amallarni etib bo'lmasak da, suyumimiz gerti bo'lsa, Alloh taolo shular bilan bizcha aytadi. Şu dünyada suyganlarni payg'ambar alayhisolatu vassalam. Bir yazıkda aytadi payg'ambar alayhisolatu vassalam aytgan, meni qardoshlarima sog'inaman dedi. O vaqtda ashabalar, biz tug'ilmizmi? Hey Allohning elchisi, seni qardoshlarning dedi. O vaqtda payg'ambar alayhisolatu vassalam aytadi, siz meni ashablarimsiz dedi. Meni qardoshlarım meni ko'rmagan, oxirda kelajak xalq deb aytadi. Ular maga meni eshitib, shuli bo'lgan deb aytib inanganlar. Meni ko'rmay, maga tabi bo'lgan, maga inangan, men ularga sog'inaman deydi. Hali alimlar eskida
Biz sağınguncha aldın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizge sağınmadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam men olaga sağınaman. Meni qardaşlarım da aytdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Osa elge şurayı dünyada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı suyup şoğar kop salavat salıp aytdiçi vaqtda maga yuğubuguz, maga kop salavat saladan biz. Kıyamet gün biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'na yuğup bolmasıyamsak, dünyada şonu suyup şoğar kop salavat salsak, bizim atımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'na aytar. Biz ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'na cevap kaytarar. Çünkü biz etenen dua, şu dua sağada olsundur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'na bizge cevabını kaytarar. Şunu ahirin bittiremen diye bu kitabın benimle şunu eskeleyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ını kolunu tutup aytken, İnni uhibbuka. Hey Muaz, men seni suyaman diyor. O vakti Muaz ayta, bi abi ente ve ummi, atam anam kurban olsun, hey Allah'ın elçisi, men de seni suyaman diyor. O vakti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayta, usika ya Muaz, hey Muaz mesela vasiyet etemen diyor. La tada'anna fi dubri kulli salatin. Sen koyma her namazının artından mı deydi? Her namaz bilgenler artından şu zatlarına aytmayı koymadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytdı. Sen ayttı bayta Muaz'ga. Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve husna ibadet. Hey yesim Allah, sen bana kömek et, seni eskerip durmaga, sağa şükür etmege, sağa aru ibadet etmege. Şunu aytarsan her namazının artından şunu sağa vasiyet etemem ayta Muaz'ga. Men seni suyaman deydi. Son şunu uyrekti. Son uçakla yazgan adam aytar. Biz aytdik Allahumma inna nes'aluke hubban. Heyesiz biz Allah şunu dua ettik. Yesim Allah. Biz senden tili biz seni suymakmı. Ve hubba nabiyyike ve seni peygamberini suymakmı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ceal hubbaka ve hubba nabiyyike ahabba ileyna min amvalina. Heyesiz biz Allah. Sen bizge et, seni suymakmı da seni peygamber aleyhissalatu vesselam peygamberini suymakmı da bardı zattan artık bizim mallarımızdan da ata-anamızdan da, avletlerimizden da bar zattan artık et yesimiz Allah. Seni de seni peygamberinin suymakını da. Vadağda vel ma'ul baride ala zama. Biz lat debek susap bolgan zamanda suga neçip suyumumuz var şu. Lat adam aşık olup bir issi vakti bir salkın suyunu içmege suya biz. Şondan da artık et Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizge suymaklıdır. Şuydu etiyip de baytar. Allahümme amin. Allah-u Teala bize nasip etsin ya Allah. Şöyle bir yardım olmalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın suyunu yardım olmalı. Onu bulan bir şey. Firdevs-ül A'la.